Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam eng so'nggi xutbalarini ham mana shu joyda o'qigan. O'shanda tuyalar o'sha xutbalarni ko'tarmasdan cho'kib qolgan deyiladi. Endi so'zni boshlaymiz. Arafat o'zi nima? Bir ma'nosi keladi, Arafat uchrashuv. Kim uchrashdi? Odam ato bilan Momo Havo uchrashdi. Arafda o'rganib olding bu, o'rgandingmi degan ma'no chiqadi. Nima o'rganadi? Mana shu joyda Ibrohim alayhisalomga haj arkonlarini o'rgatgan joy Arafat vodiysida bo'ladi. Endi mana siz kelib turibsiz. Allohning chaqirig'i Ibrohim alayhisalomning chaqirigi bo'lgan bo'lsin. Mana shu joyda hojilarimiz eshitdilar, Ibrohim alayhisalomga haj arkonlarini o'rgatib qo'ydimi? Demak, al-hajj mashaqqatul al-hajj, ya'ni haj mashaqqat bo'ladi. O'shaning bir farzi Arafat vodiysida turib duo qilishlik bo'ladi. Zulhijjaning 8-kuni Minoga joylashadi va mana shu joyda bomdod namozidan oldin so'ng mana shu Arafat vodiysiga kelib hojilar tinmay duo qilib turishadi. Arafat vodiysida duo qilib, ibodat qilib chiqsak, chaqaloqda qanday gunoh bo'lmaganda, haj arkonlari bajarilganda o'sha gunohlardan to'kilgan holatda mag'firat qilgan holatda chiqilar ekan. Demak, peshin bilan asr jam qilib o'qilar ekan. Shom bilan xufton. Nima uchun? Vaqtlarni qizgangan holatda o'sha duo qilib turayotgan joy Arafat vodiysida bo'ladi. Mana shu Arafat vodiysida duolar qilinadi. Alloh taolo osmondan yer osmoniga yaqin kelar ekanda maqtanar ekan. Hamma farishtalarni yig'ar ekan. O'shanda boshlab qoridanlar suhbatlarda sizlarga aytib qo'ydi. Farishtalar o'sha boshlig'i bilan insoniyatni yaratayotganda qarshi bo'ladi. Yaratmang, bu bir-birining qonini to'kadi, bir-birini o'ldiradi, g'iybatlar, har xil yomonliklar qiladi deganda ham Alloh ismi bilan insoniyat yaratildimi? Demak, haj arkonlari bajarayotganda Arafat vodiysida to'plangan vaqtda yer osmoniga yaqin kelib, farishtalarni qaranglar der ekan. Qaranglarki, bu yaratgan insonlar uzoqdan yaqindan kelyapti, qiynalgan holatda, boshlari, sochlari to'zigan holatda, qiyinchiliklarga bardosh bergan holatda keladi. Meni roziligimni olishlik uchun keladi. Men sizlar mana shularning hammasini ko'ringlarki, ularning gunohlarini kechiraman der ekan. Gunohlarni kechirayotgan joy shu Arafat vodiysida bo'ladi. Endi eshitinglar. Duolar mustajab bo'layotgan kun bo'ladi. Qalbga solinglar. Duolar mustajab bo'layotgan kun bo'ladi. Qalbga solinglar. Duolar mustajab bo'layotgan tun Ramazon oyida belgilab qo'yadi. Ya'ni aniq vaqt bo'lmasa-da, Ramazonning 3-10 kunligida Qadr kechasi bor. Qadr kechasida tun, o'sha tunda duolar mustajab bo'ladi. Endi yil oyga olsak, duolar mustajab bo'layotgan kun Arafat kuni aniq kun bo'ladi.